Nechun aynan Aman School maktabida o'qish kerak? Kelinglar, bugun sizlar bilan Aman School'ning afzalliklari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi afzalligi fakultetlashgan o'qitish tizimi. Ya'ni farzandingiz 8-sinfgacha o'qiydi va 8-sinfdan keyin o'zini yoqqan, o'zini salohiyatidan kelib chiqqan bir fakultetni tanlaydi va shu fakultetni chuqurlashtirilgan holda o'rganadi. Bizda esa biznes, tibbiyot, xalqaro huquq va tillar fakultetlari mavjud. Ikkinchi afzalligi bu shaxsiy rivojlanish fani. Bu fan orqali farzandingiz shaxsiy rivojlanishda kerak bo'ladigan barcha ko'nikmalarni o'rganib oladi. Uchinchi afzallik bu liderlar kundaligi. Bu kundalik orqali farzandingizning dunyoqarashi yanada yuqori darajaga chiqadi. To'rtinchi afzallik telefonsiz maktab. Ya'ni Aman School'da telefon ishlatish mumkin emas. Maktab hududida, dars jarayonida o'quvchilar, ya'ni farzandingiz umuman telefon ishlatmaydi va bu farzandingizga yanada kuchliroq bilim olishina, yanada kuchliroq ta'lim olishina katta yordam beradi. Maktabimizning 5-afzalligi bu butun Xorazm bo'ylab transport xizmati. Ya'ni siz farzandingizni maktabimizda Xorazm Xohlon tumanidan turib o'qitishingiz mumkin. Bizning transport xizmatimiz sizni uyingizdan farzandingizni maktabga keladi va o'qishdan borgandan keyin yana farzandingizni eson-omon uyina olib borib qo'yadi. Sanab o'tamiz desak, afzalliklar juda ko'p. Eng asosiyini aytacakman, bizani, ya'ni Aman School maktabini 700 ta oila tanladi. Ya'ni biz hozirgi vaqtda 700 dana o'quvchini o'qitib turibmiz. Eslatib o'tamiz, Aman School barcha ota-onalar tanlovi.